Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana shu manzarani sog'inganlar like bosib qo'yasizlar. Inshaalloh hozir bomdod namoziga qarab Ka'baga, Masjidul Haramga yo'l olyapmiz inshaalloh. Ko'rishlar. Bomdod namozini Ka'bada o'qiyman, Allohning baytida o'qiyman deb niyat qilganlarga jo'natib qo'yamiz, yaqinlarga. İnşallah Allah Teala hammamizni o'zini baxtiga yetkazsin. Mana shu odamlar mana hammasi bomdod namoziga shoshilib shu haramning ichiga ulgurib olay, Ka'baning ichiga ulgurib olay deb ketishyapti.